Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilar uchun zo'r yangilik. Endilikda byudjet buyurtmasiga asosan amalga oshiriladigan davlat xaridlari bo'yicha investitsiya loyihalari doirasida bino inshootlar, shu jumladan ijtimoiy soha obyektlarini barpo etishda mahalliy qurilish materiallaridan foydalanish darajasi kamida 80% ni tashkil etishi shartligi belgilandi. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilangan alohida obyektlar bundan mustasno. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 1-dekabrda qabul qilingan qurilish materiallar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab o'tildi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qaror ijrosini ta'minlash doirasida mahalliy qurilish materiallaridan foydalanish darajasi oshadi. Bu esa tadbirkorlarimizdan yangi turdagi sifatli jahon standartlariga to'liq javob beruvchi qurilish materiallari ishlab chiqarishni talab etadi. Qurilish materiallari sohasida yurtimizda va jahonda bo'layotgan yangiliklar sizni qiziqtirsa, albatta bizni kuzatishni davom eting. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.